Garmonika себестоимость qimmat. Uni bitta qaychisi $3200 turadi. Shu nostandart tekshirishlarga qaysi biriga ishonsa bo'ladi. Doktorsan, to'g'rimi? 102 dan agar katta bo'ladigan bo'lsa, bu aniq. Ish qilib tuxumdonga tegmaganmi qizim? Varikatsiyani qilishdan maqsad seni pulingni olish uchun. Ikimiz o'zlari oftalmologiyaga keldi, pullarni целый kitob bo'lib ketibdi 3 yil ichida analizlar topshirishgan. O'g'lim, senga mana doktorsan, to'g'rimi? Bitta narsani aytib bering. Dunyoda qabul qilingan laboratoriyalar bor, to'g'rimi? Sen ham tekshiradigan bo'lsang, o'zinglarda guidelines bor. Guidelines bo'yicha qaraysan, to'g'rimi? Guidelines bo'yicha tekshirasan. Guidelines degani nima degani? Demak, o'sha qilmoqchi bo'lgan analizingni ham, apparatingni ham hammasi или GMP sertifikatga, или FDA sertifikatga ega bo'lish kerak, to'g'rimi? Bo'lmasa, boshqa qilingan analizlarning bittasiga ham ishonmaysan. Menga doktor uchun tushuntirishim ham oson, aytishim ham oson bo'ladi. Dunyoda laboratoriyalar hamma yoqda, bas agar Yevropada bo'lsa yoki Amerikada bo'ladigan bo'lsa, klinika ochildi degani, demak o'shalarning laboratoriyasi shu kod deydi, kodiga to'g'ri keladigan. Bo'lmasa hech kim litsenziya bermaydi ularga. Bizda litsenziya olamiz hammamiz. Lekin o'sha talab ichida senda xalqaro sertifikatga ega bo'lsin laboratoriya degan narsa yo'q. Siz xalqaro sertifikatga laboratoriyani topshirishingiz mumkin. U yerda o'sha xalqaro sertifikat bor, 7101 degan sertifikat bor. Uni olishingiz mumkin. Ana shunda organizmda sizda qilayotgan tekshirishlarga hammasiga xalqaro o'sha sertifikat beradi. Sizni tasdiqlab beradi, sizni qilayotgan исследованияларningizni to'g'riligini, boshqaligini. Shu kungacha masalan qayerdadir test topshirgan bo'lsangiz, boshqa qilgan bo'lsa, standart, nostandart testlar bor. Men hazillashib aytaman, eshak aravani ko'tiga Mercedes deb yozib qo'ygan bo'lsa, nima bu Mercedes bo'lib qoladimi? Hech qanaqa narsa yo'q. Guidelines bo'yicha tekshiruv degan narsa bor. Butun dunyo vrachlar tashkilotining protokoli bo'yicha qilinadigan исследованиялар bor. Shu исследование agar har qayerda bo'ladigan bo'lsagina, buni tagiga yetsa bo'ladi, ishonsa bo'ladi va hokazo. Bo'lar bo'lmas, mana bizga bugun ertalabdan bolalar kelishyapti, mashincha qo'lida qog'ozlari bor. Dunyo bo'yicha ham eng ko'p bo'ladigan holat erkaklar ayoli bilan yaqinlik qilganda bir hid sezsa, ya'ni sasigan ballon hidi, ana bu bakterial vaginoz va shu garderellarning hisobiga ayollarda oqimtali, hidlar, bezovtalik paydo bo'ladi. Yurakgacha sizga ta'sir qilib muammo keltirish mumkin. Bundan qanday qutulish kerak? Yo'li bor. Bu bittasi juda чувствительныйsi yuqori bo'lgan ayollarga, ikkinchisi выделениyalarni yo'q qildirib beradigan fresh degan pashni yo'q qiladi. Mikroblarni rivojlanishi uchun, garderellarni ko'payib ketishi uchun bo'layotgan sharoitni yo'q qildirib beradigan vosita hisoblanadi. Doimiy ishlatganingizda sizda hech qanaqa ziyon keltirmaydi. Ikkilamchi mikroblarni rivojlanishini to'xtatadi. Yozilgan telefonlar orqali xarid qilishingiz mumkin. Men doktor bo'lganicha aytaman. Shu nostandart tekshirishlarga qaysi biriga ishonsa bo'ladi. Nima kerak bor u narsaga ishonib. Yana o'sha bo'yicha sen qanaqadir dori-darmon qiladigan bo'lsang, foyda bo'ladimi yo'qmi? Chunki diagnozi o'zi yo'q. Noto'g'ri harakat qilingan. Tibbiyotda o'lim ko'zing bilan ko'rgan narsaga guvohlik berasan, shariatda ham xuddi shu. Mana senda to'laliging bor. To'lalik degani gormon o'zgarishi. Men oldindan bilaman, gormon o'zgarishi borligini dalolat. Ikkinchidan, qorinni aylanmasini shunda ko'radigan bo'lsang, 94 dan katta bo'ladigan bo'lsa, 102 dan agar katta bo'ladigan bo'lsa, bu aniq diagnoz. Даже hech qanaqa gormonni to'g'ri keldi, kelmadi, u ikkinchi vobros sanaladi. Keyingi shu moyaylarni razmeriga qarab turib va qorinni aylanmasiga, bizda MT deb aytamiz, index massa tela degan narsa bor. Shunga qarab turib sen o'zi предварительно bu yerda qanaqa o'zgarishlar borligini o'zi предварительно bilasan. Shuni yo tasdiqlaysan yo inkor qildirishing kerak. Tushundingmi? Sizda mana shu kungacha qatga murojaat qilgansiz, doktor, boshqa qildirgansiz. O'ylaymanki, doktor odam juda ham мнительный bo'ladi bu narsaga. Mingta joyga
dunyoda qayerga murojaat qilsangiz ham, misol uchun homila bo'lmayapti deb, sizlarni ko'radigan narsasi zaxira ko'riladi. Zaxira degan nima degani? Qizim sizga tushunadi, doktor bo'lmasangiz ham ayting, yo siz ham doktormisiz? Xo'p. Ovqat qilmoqchi bo'lsangiz oldin nima qilasiz? Masalliqqa qaraysiz, to'g'rimi? Nima masallig'im bor? Shu masallig'ingiz nima ovqatga yetadigan bo'lsa, shuni harakatini qilasiz. Ya'ni biza qat'iqda murojaat qilishda Amerikami, Yevropami, O'zbekistonmi farqi yo'q bu narsani. Sizlarning zaxiralarini qarash kerak. Nimalar bor? O'sha zaxiralar nimaga yetadigan bo'lsa, shu narsani maslahat beriladi. Sizni ham o'g'lim, sizni ham zaxirangizni qaraladi, bo'ldi. Boshqa hech qanaqa narsa yo'q. Hech kim garantiya bermaydi. Sizlar masalan o'sha zaxiralarni ko'rsatganda albatta doktor hozir sizga 2 og'iz bir narsa beradi deb, bir narsa qiladi deb, shuni ertaga homilador bo'lib qolasiz. Unaqa narsa yo'q. Ko'rib, aniq bilib, sizlarga keyin maslahat beriladi. Nima qilinsa tezroq homiladorlik bo'ladi, qanaqa qilib natijaga erishishimiz mumkin bo'ladi. Bolani o'zi bilan suhbat qilganingda, gaplashganingda, ты выяснил метаболический откуда у него? Bu yerda ikki tomonlama anaqa bo'lgan, varikatsiya qilingan, o'shandan keyin Battar bo'ladi o'g'lim. Bilasan, varikatsiyalar nimaga qildirtirmaymiz? Bilasan? Varikatsiyalarni qilishdan maqsad seni pulingni olish uchun. Butun dunyoda guidelines bo'yicha ikkita holatda. Agarda atrofiya bo'lsa, seni ko'rinishingda hech qanaqa atrofiya borga o'xshamayapti. Ikkinchidan tromboz bo'lsa, ya'ni o'tda bo'ldi. Shu holatda qilinadi. Boshqa hech qanaqa holatda yo'q. Agar bepushtlik bo'ladigan bo'lsa, uni mana bunaqa test bilan birga, o'g'lim, shu varikatsiyalar aybdorligini dokazat qilib bersang qilasan. Hech kim yonidan pul to'lab davolanmaydi hech qayerda. Yo'q unaqa narsa. Insurance degan narsa bor. Mana Yevropada ham, Amerikada ham, bizda hamma shunchagidan kelib pul to'lab qilgani uchun qivurasan, pulini olish uchun qildiriladi. Nima kerak bor varikatsiyalarni operatsiya qilib? Uni qara o'g'lim. Bizda optika bor. Optika bilan qilinadi birinchidan operatsiya. U kamida 50 marta agar увеличение bo'lmaydigan bo'lsa, sen limfa to'qimalarni ko'rmaysan. Operatsiya qilganda o'zi maqsad nima edi? Bunga tuxumga yaqin turgan просто qon tomiri olib tashlash uchun edi. Chunki shu qizdirayotgani uchun. Обратно reflux bo'layotgani uchun edi. Endi nima qilyapmiz biz? Buni qon tomirini olib tashlayman deb, hech qanaqa sanda katta mikroskop ham yo'q, boshqani koagulyatsiya qilyapsan. Bu высокочувствительный-ku. Koagulyatsiya qilganingdan keyin bu yerda temperaturani hisobiga endi svarka qilyapsan degani-da, bolam. Buni kuydirib tashlaysan, fibroz berib tashlaysan. Keyin mikroskop tagida ko'rmaganingdan limfa to'qimalarni boylab tashlaysan. Bu bilan birga olaman deb, bu yerda keyin nima bo'ladi? Limfa to'qimalar o'sha almashuvi, bu o'zi limfa to'qima nimada? Mana shu tuxumni yuvib turadi, muzlatib turadi har doim. Sen uni boylab qo'yganingdan keyin o'zi buni o'sha staz bo'ladi. Buni qizdirish battar qizdiradi. Hali qosh qo'yamadi, qo'shib chiqargan bilan bir xil holat bo'ladi. Nima keragi bor? Pulingni olish uchun qilinayotgan narsani bittasi. Kerakmidi, kerak emasmidi? O'sha nimani qildirib berganda, moyingni ko'rdirib bergan, nima asorati bor ekan, unga tegish kerakmi yo'qmi, o'sha narsani hal qildirib beramiz. Eng самое главное, urug'ini ko'rib olish kerak. Keyin baribir я предлагаю андрофлор сделать ему o'sha nima transseksual infection bo'lishi mumkin, bir ko'rib olish kerak baribir. Xo'p, o'shaning uchun. Keling ayamga nimani ko'rsin. 6 oycha oldin bularga razrif kista bo'lib operatsiya qilish kerak ekan. Hozir hayz buzilgan bo'ladi degan. Shu ish qilib tuxumdonga tegmaganmi qizim? Точно. Nimani antrani folikulasini ko'rsin-da, shunga qarab turib aytib beradi. Agarda bu yerda tuxumdonga teggan bo'lsa ko'rib olamiz. Bizda shunaqa narsa-da, mana ertalab bitta qizni ko'rdim vaqtli. Nima deydilar? Menda deydi, nima tuxumdonim yorilib ketdi-da, qonadi. Keyin operatsiya qilishdi, ish qilib nimaga tuxumdonga tegmadimi desam, yo'q, tegishmadi deyapti. Ya nima degani o'sha atreziya deydi. O'z vaqtida yorilmagan, kattaroq bo'lib yorilgan, keyin ozgina qon bergan, boshqa qildirgan. Uni endoskopik operatsiyaga olishdi. O'sha keyin o'zida ko'raman, o'sha tuxumdonni hammasini olib tashlabdi. Qonagan, boshqa qilgan.
Yetmagan ham. Hech qanaqa yetmagan. Turbenga hamma narsaga tegmadi, hech narsa turibdi deb bechora o'shani gapini yetib beryapti. Сразу ziddi qilib, уже не лоцируется, просто olib tashlagan. Yaxshi hech narsa bo'lmagan bo'lsa, inshaalloh hozir ko'rib olaylik, o'sha nima ahvol ekan, keyin o'shanga qarab turib maslahat beramiz. O'g'lim, mana senga endi bitta savol berayim. Qiz bola tug'ilganda baribir anatomiyani bilasan, o'tgansan, to'g'rimi? Tuxumdonda o'sha follikulalar tug'ilgan paytidan biri turgan bo'ladi. Rentgen qilish mumkinmi? Qiz bolani umuman rentgen mumkin emas. Bu преступление hisoblanadi. Agar Amerikada, Yevropada bu qizni rentgen qildiradigan bo'lsa, trubalarni ochuvmi, yopuvmi desa, sudga berib tashlaysan. Nimaga? Bu dishi qarab, tuxum hujayrani rentgen qiladigan bo'lsa, bu nimaga olib keladi? O'tdagi genetik o'zgarishlarga. Keyin homila bo'laman deb chiqqan tuxum hujayra, uni ichida genetik o'zgarishlar bo'ladi. Keyin majruh tug'iladi. Yo'q unaqa rentgen degan narsa. O'g'lim, dunyoda yo'q narsa bu. Haykazi degan narsa bor. Amerikada nima qilamiz? Pena yuboriladi, pena bilan qaraladi, ultrazvukda faqat. Boshqacha narsa yo'q. Sani varikatsiyalini o'sha operatsiya qiladigan bo'lsa agar, uni katta mikroskop deydi, garmonika deydi. Ultrazvukovoy noj bilan qilinadi faqat. Tushundinglar? Sanda elektrokoagulyatsiya ishlatasanmi oftalmologiyada? Xo'p, qanaqa ishlatasan? Asosan qon ketayotgan paytda Garmonikani bilasanmi nimaligini? Nima? Garmonlar o'zi. Yo'q, garmonika apparat bor. Oftalmologiyada garmonika ishlatish kerak o'zi. Ultrazvukovoy skalpel. Ultrazvukovoy deydi o'shani otini. Tushundingmi? Hech qachon belmo degan so'z bor-ku, sizlardan kelib chiqqan so'z u. Belmo degan narsa. Hech qayerda chandiq bermaydi, boshqa qildirmaydi. Kesganingda qon tomirini ham, boshqani ham shunaqa kesadiki, o'sha o'zi muammo qildirmaydi, chandiq hosil bo'lmaydigan qilib kesadi shu narsani. Tushundingmi nima deyotganim? Kerak bo'lsa shunaqa qilinadi. Tuxumdon ham har doim agar kistasi bo'lsa, boshqasi faqat garmonika bilan teyiladi. Garmonika себестоимость qimmat. Uni bitta qaychisi $3200 turadi. 10 ta operatsiyaga yetadi bor yo'q. Tan narxini tushirishamiz deb o'sha koagulyatsiya, xalta elektrokoagulyatsiya shuncha ishlatiladi bizda. Arzonga qilib beradi. Tushundinglarmi? Menga tez chiqishi bilan xabar bergan, bolalarga keyin doktorga qarab aytamiz.